Hozirda ko'chada 1 yildan beri bevatan bo'lib, bepropiska bo'lib yashab yuribmiz. Bular mana shunaqa mashinik firma ekan. Qancha xalq uysiz qolib ketdi, pulsiz qolib ketdi. Makler chaqirib, uy sotib, kredit housega to'lov qildik. Bu piramida deyapti. 200 million bo'lsa 30%, yo'q pulim yetmayapti, 100 million deysiz. Mayli olib kelavering. Men yozib berganimni eshitib, uyda egasi 10 kundan keyin davay uyni bo'shatasan, to'polon janjal bilan yig'lab chiqib ketganman uydan. Ikkilamchilar hamma pulini kredit housega o'tkazgan. Hozirgi kungacha uysiz, pulsiz, ijara yuribmiz. Assalomu alaykum. 25-dekabr kuni 2025-yildagi eng yirik firibgarlik Credit House ishi bo'yicha sud jarayoni boshlandi. Ma'lum bo'lishicha, ayblanuvchilar 9 nafarni tashkil etmoqda va jabrlanuvchilar esa 1766 nafardir. Oson shartlarda uy olib berishni va'da qilgan Credit House va Infinstroy Invest bilan bog'liq jinoyat ishida ayblanuvchilar Jinoyat kodeksining uyushgan guruh tomonidan juda ko'p miqdorda firibgarlik, mulkiy zarar yetkazish, juda ko'p miqdorda valyuta qimmatliklarining qonunga xilof muomalasi, chet el valyutasini yashirish, juda ko'p miqdordagi soliqlar yoki yig'imlar to'lashdan bo'yin tovlash, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, nodavlat tijorat tashkilotida yoki boshqa nodavlat tashkilotida mansabdor shaxslar tomonidan o'z vakolatlarini suiiste'mol qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi moddalari bilan ayblanmoqda. Bu yoqda mana birlamchi bor, ikkilamchi bor. Birlamchilar pulini kredit housega bergan bo'lsa, kredit house yarmini quruvchiga o'tkazgan, yarmi o'zida. Ikkilamchilar hamma pulini kredit housega o'tkazgan. Jabrlanuvchilardan birining aytishicha, poytaxtdan qulay shartlarda xonadon xarid qilishga yordam beramiz tarzidagi tarmoqlarda tarqalgan reklamalarni ko'rib, kompaniya bilan bog'langan. Uy toping dedi. Ikkilamchi tayyor kadastr bitgan uyni topasiz dedi. O'sha uy topganingizdan keyin bizga uy egasi bilan kelsangiz, 30% to'lov qilasiz. Biz ularga dedi 15 kun ichida dedi hamma pulni bankdan olib, uyini zalogga qo'yib bankdan olib to'lab beramiz dedi. Keyin siz bankda o'z kreditingizni yopib yuraverasiz dedi. Uy egasi bilan bordik. 2 xonali uyga Sergelidan borib 30% ni to'lab 15 kundan keyin уже pul berish kerak-ku uy egasiga. Uy egasi aytdi, "Menga pulni bergani yo'q, chiqib ketinglar" dedi. Biz uy remontdan qilib qo'ydik. Keyin ilojimiz yo'q, bordik ofisiga. Borsak va unda bank bunday qilyapti dedi. Undan oldin men surishtirasiz barovatgan joyingiz. Hozir mashinniklar ko'p surishtirsam, maklerlar aytibdi. Maklerlarning o'zi ular bilan ishlagan, u bilan mashinnik olib olmaydi deyapti. Bular piramida deyapti. 209 million 30% to'laganmiz. Bu yerda keyin men bunaqaki men o'tirman ofisida boshqalar aytibdi, "Voy 30% ga pulim yetmayapti." Misol 200 million bo'lsa 30%, yo'q pulim yetmayapti, 100 million deysiz. Mayli olib kelavering. Oldin uy olganlarga aytibdi, aksiya 50 million olib kelsangiz, 100 million minus qilamiz deb, короче, rassa o'yinlar qilib o'tirib eshitib o'tirardik. Bekobodlik Kamoliddin Xolbutayev kompaniyaning reklama e'lonini ko'rib borgani va $21,000 to'lov qilib, lekin hamon bevatan bo'lib yurganini aytadi. Uy topdim 2 xonali, yangi chiqqan Novostroykaga uy ko'rdim. Uy ko'rganimdan keyin uyda narxi $48,000 edi. Uyda $48,000 bo'lgan, pulim yetmagani uchun kredit housedan dedi foydalanasiz deb uyda egasi taklif berdi. Uyda egasi taklif berganidan keyin bu shaqa borasiz, to'lovni qilasiz dedi. 15-20 kunda dedi meni shotimga pul tushirib beradi dedi. Shaqa borib to'lov qildim, $21,000 to'lov qildimda, oradan 15-20 kun vaqt o'tib, keyin uyda egasi telefon qilyapti, birlamchilarda quruvchiga shotiga pul tushirib bermabdi, quruvchining shotiga pul tushirib bermaganga ishi tergovga oshib ketdi deyapti uyda egasi. Endi deyapti, sen uydan chiqib ketasan deyapti. Nimaga sen o'zing taklif qilgan, sen nimaga yana chiqarib yuboryapsan dedimki, uydan chiqarib yubordim. Hozirda ko'chada 1 yildan beri bevatan bo'lib, bepropiska bo'lib yashab yuribmiz. Telefon qilib chaqirgan 1 yil davomida. Biz qiziqib ularga Instagramdan qoldirganmiz nomer, ular bizga telefon qilib biz qiziqqanmiz. Qanaqa kompaniya bu? Qanaqa bizni so'rasa ular bizga yopishib oldi. Telefon qilib keyin aytdiki bizga agar xohlasanglar deb pulinglarni to'lab turib keyinchalik pul uy olsanglar ham bo'ladi deb aytdi bizga. Keyin nimaga biz yo'q uyga pul to'lab zalogga qo'yishimiz kerak dedik. Shunaqa desa keyin shu bilan bizani uy topdik. Uyimiz egasi makler aytdiki, "Mana shu kompaniyaga borsanglar" dedi. Billa boramiz. Men bular bilan ishlaganman. 6 yildan beri ishlaganman. Toza dedi, Nodira degan qizni oldiga olib bordi bizani. Nodira degan qizni olib borganda kompyuterda bizani nomerimiz saqlangani uchun Robiya degan qiz, bizlar uchreditelь Robiya bizani tanidi, sraz bizani tortdi.
siz bilan biz gaplashgan edik deb o'ziga tortdi. Keyin shu bilan 17 dekabr kuni pul to'ladik. 20 ish kunida xudo xolisa uyinglarni olasizlar deb Shoira Rahimova bizlarga shaxsan o'zi aytdi. Hozirda shu bilan 20 kun ichida uy bizga tegmadi. Pulimiz ham yo'q, uyimiz ham yo'q, ikkilamchi bozordamiz biz. Shoira aytibdi-ki, hozir agarda menga protiv ketsangiz dedi, pulingizni ham olmaysiz, uyingizni ham olmaysiz, oxirida qolib ketasiz dedi. Keyin 2024-yilda Aziz Toshpo'latov qabuliga kiramiz deganda Shoh Abbos degan tergovchi yonimizga kelib, agarda hozir mana shu yoqqa kirsanglar, qabulga kirsanglar, qora ro'yxatga tushasizlar dedi. Ikkita yo'l qilib beraman sizlarga deb Shoiraga telefon qilib berdi. Shaxsan men o'zim Shoira bilan gaplashdim. Tushinglar dedi, oldiga tushdik. Keyin bizga qanaqa yo'lsa qanchadir miqdordan pulinglarni ketsanglar, men sizlarga uy-joy o'sha pulinglarni olasizlar, qanchadir miqdorini. Shunga ham ko'mdik mayli deb. Lekin hech qanaqa pul-mul olganimiz yo'q. Hozir men 4 ta farzandim bilan uysiz, joysiz kvartirada yashayapmiz. Oilada yolg'iz boquvchi Mavluda Yusupova 2024-yil 18-dekabrda ikkilamchi bozordan uy olish uchun Credit House kompaniyasiga to'lov qilgan. Lekin uyiga egalik qila olmagandan 1 yildan buyon qizi bilan ijara sarson bo'lib yuribdi. Yangi yil oldi bo'lgani uchun bizda o'rin-burun qilish kerak, bo'lmasa narxlari oshib ketishi mumkin degan aldov bilan Anora ismli qiz o'zini direktori deb tanishtirgan Shoira chaqirgan. Keyin ikkilamchi bozorda uy olish uchun 23 ming AQSh ko'rinishida dollar to'laganman. Bular qo'ymagani shanba kuni bank, bizda Tengi bank ishlaydi, tepaga olib chiqib, qorong'i xonada notanish odam mendan pullarim naqd ko'rinishda sanab olgan. Uchinchi odam yonimda akam bo'lgan. Liftda tushayotganda aytgan, bizga bank degdi, nega bunaqa bo'ldi desam, menga ham dedim, Tengi bankni filiali deb olib chiqdi dedim. Shu bilan mana уже 1 yildan oshdi tergov jarayonida ham biz jabrlanuvchi emas, как bir jinoyat yoki aybdor qilgan insonlardek ko'rildik. Ugroza, tahdidlar, bosimlar bo'ldi. Uyimgacha kelib ayol kishi bo'lishimga qaramay, Vazirlar Mahkamasiga yoki prokuratura qaysidir organ anaqasiga borib, o'sha bo'yicha murojaat qilsangiz, chora ko'ramiz degan tahdidlar bilan pulingni so'ramaysan degan anaqalar bo'ldi. Hozirgi kungacha ham uysiz, pulsiz, ijara yuribmiz. Hozirgi kunda 200 million pulim qolgan bo'lardi. Imkon daraja o'sha pulimni olsam, yana shu uy olish niyatim bor. To'g'risi, ijarada yuribman, o'shaning uchun uy olishim kerak, xohlasam, xohlamasam. Yashab turgan uyni sotib, Yunusobod tumanida ko'p qavatli uydan 4 xonali xonadon sotib olgan yana bir fuqaro kompaniyaning foizi yo'q shartlarda degan xabarlariga ishonib qolgandan afsusdaligini bildirdi. 16-kvartal Yunusoboddan uy oldik. Uy egasi bilan gaplashdik. Ikkilamchi bozor. Uy egasi ishontirdi asosan. Uy egasi, men bular bilan ishlaganman. Men oldin ham oldi berdi, uy solt qilganman. Yaqinda ham o'rtog'im uy olgan dedi. Makler chaqirib, uy sotib, Credit House'ga 7-yanvar kuni to'lov qildik. Bular 7-yanvargacha ham bularni ishi Rudida bo'lgan, lekin shu jarayonda ham bizdan pul qabul qilgan. Biz o'zlariga qabul deganda yo'q, bankka to'laymiz deganimizda Tekin bank dedi. Tekin bankiga borib, Chorsudaga o'shanga o'g'lim pul to'lov qilgan. 34 ming dollar pul to'lov qilingan. Keyin uy kalitini 10-kuni berdi bizga. Uy remont tugayapti, bu dokument hal bo'lmadi. Keyin men uy egasidan so'radim, G'ayratjon, uy hal bo'lmayapti dokumenti. Biz nima qilamiz? Ko'chada qolib ketamiz desam, "Yo'q, opa, uy sizniki. Qanaqa holat bo'lmasa, uyni sizga o'tkazib beramiz" dedi. Men hal qilaman dedi. "Ha, bo'pti" dedim. Bularga ishonib qoldimmi? Ro'didan Shoirada Gudiga o'tdi ish jarayoni. Gudiga o'g'lim borib yurdi. Ona bo'ladi. G'ayratga aytibdilar, bo'ladi. Keyin men G'ayrat bilan ko'rishdim. Uyga ruxsat berdi bizga yashashga. Uyda 8 iyul oyigacha yashadik. Iyul oyiga bo'shatishimizdan oldin menga aytdiki, "Mendagi" dedi, "menga tushgan pulni" dedi, "sizga tushirib berdi deb ayting" dedi, tergovchilarga dedi. Men borib tergovchi bilan Dalxo'jayev bilan maslahatlashdim. Shunday Dalxo'jayev aytdilarki, "Tushmasdan turib opa, yozmang" dedilar. "Tushdi" deb dedilar. Klaraga ham aytganman bu gapni desam,
tushunmadim dedi, u ham o'ylanib qoldi. Chunki uy rassajinadan chiqmagan. Credit House bilan nimani orasida, uy egasini o'rtasida qolib ketgan. Rassajinadan chiqarmaymiz, Credit House o'ziga qaytarish kerak pulni dedi. Ya'ni ular men yozib berganimni eshitib, uyda egasi 10 kundan keyin davay uyni bo'shatasan, to'polon janjal bilan yig'lab chiqib ketganman uydan. Moliyaviy piramida degan gaplar tarqaldi atrofda. Juda katta shov-shuvlar bo'ldi. Bankka ishondim. Chunki men bankdan to'ladim-da pulni. Men firmaga ham emas, boshqaga ham emas, bankka ishonib qoldim. Boshqa bir jabrlanuvchining ta'kidlashicha, 2025-yil yanvar oyida 10 yil muddatga bo'lib to'lashga qulay shartlarda xonadon berilayotgani haqidagi xabarlarni eshitib, 20 ming AQSh dollari miqdoridagi pulini maydalab kompaniyaga borgan. 303 million pul o'tkazganman oradiga anaqalar bilan. Keyin bilsak, bular mana shunaqa mashinik firma ekan deyishdi. Keyin quruvchiga bordik. Quruvchiga borsak, bizga quruvchi aytdiki, uylarni hammasini sotib yuboraman dedi. Keyin biz aytdiki, nega endi desak, pul o'tkazmagan. Biz keyin keldik. Shoira qochib ketdi. Keyin Anvar bilan G'ayratga aytdiki, biz uyimizni qaytarib olaman deganda 100 million bizdan olib qolaman deyishdi. Biz pulimizni olamiz biz degan paytda. Biz keyin so'radik, nima bizga ham konfiskatsiya berasizlarmi deb. Yo'q deyishdi. Bizning pulimizni qaytaringlar desa 60 ish kuni, 30 ish kuni qilishdi. Keyin biz yana quruvchini oldiga bordik. Bizga qo'limizga qog'oz yozib bergan holatda Anvar ham G'ayrat ham bormadi. Anvar mashi Credit House yuristi. G'ayrat bizani notariusga olib borgan, hozirgi qamoqda o'tirgan odam. Bizga bergan, biza Shoiradan uy olgan biza. Keyin Shoiraga keldik. Bizga vaqt beringlar dedik. Vaqt beringlar dedi. Keyin Guvidaga olib kirib ketishdi bularni. Xalq qo'zg'olon ko'tardi. Guvidaga borganda Barno Tuganova degan ayol bilan biza 100 kishi qo'l qo'ydik. Shoiraxon chiqsinlar, ishni davom ettirsinlar deb. Bu ishlagan Shoirada. Shoira mashi Credit House Infostroy direktori bo'lgan. Keyin u biza o'sha xalqi qog'ozi bilan Yakkasaroydan chiqarib oldik. Yana ishini boshlab o'tgan paytda yana ustidan mana shunaqa xalq qo'zg'alib Guvidaga olib kirib ketishdi. Guvidaga olib kirib ketishgandan keyin yana 100 ta odam qo'l qo'yib yana Shoirani, Klarani Guvidadan olib chiqdik, shu ishlab xalqqa pulini bersin deb. Bugun edi, erta edi, indin edi, oyog'imiz Guvidaning eshigini tagida qolib ketdi. Hammamiz kasal bo'ldik, sahro o'tirdim. Bolalarim bor, hammamizni qancha xalq uysiz qolib ketdi, pulsiz qolib ketdi. Meni o'zim uyim quruvchiga o'tgan pulimni quruvchi boshqa obyektiga tashadi. Abdulloh Fayzdan Yangi Hayotga tashadi. Hozir uy qurilyapti. Menga quruvchi o'sha bulardan o'tgan pulim bilan masalan 303 millionimdan 175 million pulim o'tgan, 130 million pulim bularda qolib ketgan. Yana bir jabrlanuvchi Xushvaqt Ochilova mazkur kompaniyalarni 3 yil davomida kuzatib, ishonch hosil qilgandan so'ng 2023-yilda Yashnobod va Olmazor tumanlarida qurilayotgan yangi ko'p qavatli uylardan xonadon sotib olgan. Ikkita xonadon xarid qilib ishonch hosil qilgan, lekin uchinchisida aldanib qoladi. 24-yil 14-dekabrda 3-uy olganmiz, Yangi Hayot qurilishidan. O'g'lim nomiga olganmiz uni. O'g'lim o'zini yuborganman. Bu davrda aksiya deb e'lon berishgan. Kelib tartibini so'raganimda 50 milliongacha deyilgan. Birinchi Hayit bayramida haligi qilinganda, aytilganda. Например, 50 million bersa, 50 million asosiy to'lovdan kamayadi. Ishonmasligim iloji yo'q. Yashayapman uyda, kadastrim olganman, ishonmasligi iloji yo'q. 3-uyimizni 60 million o'tgan. 134 millioni bular hisobida qolgan. Sud majlisida ishtirok etish uchun juda ko'plab jabrlanuvchilar kelganligi sababli ularning hammasi ham ichkariga kira olmay, ma'lum bir qismi sud majlisida ishtirok etdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida sudya Bahodir Qayyumov raisligida ko'rilayotgan birinchi sud majlisida dastlab tomonlar tanishtirildi. Sudlanuvchilarning 2 nafarida ayblov xulosasi va 3 nafarida advokat yo'qligi sababli sudda 2026-yil 6-yanvargacha tanaffus e'lon qilindi. Vaqt o'z sud majlisidagi jarayonlarni reportajlar orqali yoritib boradi.